Keramagranitlar mana bu qiyshayib ketadi 5-6 yilda, lekin juda ko'pchilik savol berishadi. Meni xonadonim zax, sho'r chiqayotibdi. Tabiiy tosh qildirsam, tushib ketib qolmaydimi deyshadi. Xudo xohlasa bu tabiiy toshlar albatta tushib ketmaydi. Sababi bular tog'donlanadi va namni, zaxni o'tkazuvchanligini hisobiga hech qanday ziyon yetmaydi. Rangi ham o'zgarmaydi xudo xohlasa. To'g'ri, mana ko'ksaroylar nam bo'lib qoladi, lekin hech nima qilmaydi. Albatta ustalar buni svyaskasini qilib, beton bilan, ya'ni poydevor bilan tosh orqasi simlarni qoqib, o'zini joy-joyda loylari bilan ahamiyat berib ketishadi. Simlarini hisobiga ham betonlar yorilmaydi xudo xolasa. Bemalol qo'rqmay qildirsalar ham bo'laveradi. Har holda mana bunday kafel, keramagranitlardan 10 chandon, 20 chandon baquvvat hisoblanadi. Bular turgan, endi bular ham turaveradi. Endi albatta kafel yoki keramagranitlar mana bu qiyshayib ketadi 5-6 yilda, lekin tabiiy toshlar unaqa bo'lmaydi. Sababi 100% tabiiy hisoblanadi. Sho'r bo'lamiz, zax bo'ladimi, bemalol qo'rqmay qildirsa bo'laveradi. Ham ustiga o'zini propitkalari bor, suv olmaydigan, mana zaxni bildirmaydigan yokida Angola Black'da o'zini laki bor, misol uchun ishlatsangiz bo'laveradi. Ideal holatda turadi. Qo'rqmasdan sokolingizga tabiiy granit mahsulotlarini ishlatsangiz bo'laveradi. Mramor granit haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling. Sizlarga bu videoni yuborib qo'ying, manfaatli bo'lsin.